Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari va bizni yaqindan tomosha qilayotgan hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizga Norvegiyada baliqchilik sohasi bo'yicha mavsumiy ish haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Ushbu ma'lumotlar ichida baliqchilik sohasi bo'yicha qachon qabul boshlanadi, qabulga ro'yxatdan o'tib hujjat topshirganimdan so'ng ishchi vizam qaysi oyda va qachon chiqadi, mana shu vaqtgacha bo'ladigan xarajat qanchani tashkil etadi va u yerdagi ishchi viza necha oylikka yoki necha yillikka beriladi, ishga borgandan so'ng vizani uzaytirish imkoniyati bormi yo'qmi. Xo'p, ana endi bu ishlarga kim hujjat topshira oladi, yosh talabi, til talabi hamda boshqa hujjatlar talab etilishi haqida sizga to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Videoni 10 soniya bo'lsa ham o'tkazmasdan ko'rishingizni tavsiya etib qolaman, chunki bu tavsiya sizni ortiqcha savol berishga yoki videoni qaytadan ko'rishga majbur etmaydi. Xo'p, sizga ma'lumot berishni boshladim. Norvegiyada baliqchilik sohasi keng rivojlangan bo'lib, hattoki Yevropa mamlakatlarining Latviya, Litva, Estoniya yoki Polsha mamlakati fuqarolari ham ayni baliqchilik mavsumida Norvegiyaga borib 3-4 oy ishlab kelishadi. Chunki Norvegiyada baliqchilik sohasi Norvegiya hukumatiga ham juda katta foyda olib keladi. Shuning uchun ham boshqa Yevropa mamlakatlari yoki Osiyo mamlakatlaridan ishchi kuch chaqirishadi. Chunki Norvegiya dengiz atrofida joylashgan mamlakat hisoblanadi. Norvegiyada baliqchilik sohasi 2 mavsumga bo'linadi. Bulardan birinchi mavsum fevral, mart, aprel oylari, ikkinchi mavsum esa iyun, iyul, avgust, sentyabr oylari. 3 oy va 4 oy. Nima uchun? Chunki baliqlarning ko'payishi har xil oylarda bo'lgani uchun, har xil vaqtda bo'lgani uchun mana shunday oylarga taqsimlab qo'yilgan Norvegiya baliqchilik sohasidagi mavsumiy ishni. Xo'p, ana endi u yerda qilinadigan ishlar ikki xil bo'ladi. Siz yoki baliqchilik fabrikasida ishlaysiz, yoki baliq tutishda ishlaysiz. Baliq tutishda siz jamoa bo'lib kemada dengizga borasiz va baliqlarni tutib fabrikaga jo'natasiz. Fabrikada qilinadigan ishlar esa baliqlarni tozalash, muzlatish va qadoqlash. Ikkala ishda ham oylik maosh ikki xil. Ya'ni siz kemada jamoa bilan ishlaganingiz uchun tabiatda, ya'ni kutilmaganda yomg'ir yoqishi yoki saratonni hisobga olgan holda bunda siz soliqlardan, oziq-ovqatdan va uy ijara narxidan tashqari $3,500 daromad qilasiz kamida. Agarda siz fabrikada ishlamoqchi bo'lsangiz, bunda siz qilinadigan ish baliqlarni tozalaysiz, qadoqlaysiz va muzlatish omboriga joylashtirasiz. Xo'p, mana shu ishda esa uy ijara narxi, 3 mahal ovqat hamda soliqlardan tashqari $3,000 daromad qilasiz kamida. Xo'p, ana endi sizga bu soha bo'yicha tushunarli ma'lumot berdim va kimlar qachon hujjat topshirib qancha xarajat qilib borishlari haqida ma'lumotni aytib o'taman. Xo'p, bu ishda O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lsalar, bemalol hujjat topshirishlari mumkin. Ular jinoiy sudlanmagan bo'lishlari kerak va jismonan sog'lom bo'lishlari kerak. Til talabiga keladigan bo'lsak, til talabi ingliz tili yoki rus tilini taklif va taqdim etadi. Siz rus tili yoki ingliz tilida suhbatlasha olsangiz, bemalol mana shu ishga hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi gapni dangani bu ishga hujjat topshirish uchun qancha xarajat ketadi? Bu ishga hujjat topshirish uchun xususiy bandlik agentliklari va firmalar konsaltinglarni berayotgan vakansiyaga qaraganda ketish narxlari har xil. Ya'ni bu narxlar $2,700 dan $4,500 tashkil etadi. Ko'rsatilayotgan oylik maoshlar $4,500-5,000 bo'lsa ham siz bunga ishonmang, o'zingizning qo'lingizga teganligini $3,000-3,500 tashkil etadi. Xo'p, siz hujjat topshirganingizdan so'ng 6 oygacha vaqt beriladi. Mana shu 6 oy ichida shartnomaga jo'nab ketishingiz ko'rsatilgan bo'ladi. Lekin bir narsani aytib o'tishim mumkinki, Norvegiyaga baliqchilik sohasida mavsum ishga borishning ikkita yo'li bor. Agarda siz Yevropada bo'lsangiz, ish beruvchi bilan bemalol shartnoma qilib, Yevropaning Schengen hududidan Norvegiyaga bemalol o'tsangiz bo'ladi. Agarda O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonda bo'lsangiz, sizga eng oson yo'lni aytib o'taman. Eng oson yo'li hech qanday xarajat qilmasdan ish beruvchining o'zi bilan to'liq yuzma-yuz gaplashish imkoniyati. Ya'ni sizga har bir hukumatning o'zining migratsiya sohasida sayti bor. Ya'ni Angliya mavsum ishlarida Propors kompaniyasi bilan shartnoma tuzilgan edi. Xo'p, Norvegiyada ham xuddi shunday o'zining migratsiyasi bor. Mana shu migratsiyada, mana shu ishlarda Norvegiya ish beruvchilari o'zidagi bo'sh vakansiyalarni e'lon qiladi va mana shu vakansiyalarni kirib ko'rgan chet el fuqarolari bemalol hujjat topshiradi va ish beruvchilar bilan suhbat qilishadi. Suhbatdan muvaffaqiyatli o'tgan kandidat va nomzodlarga ishga taklifnoma yuborishadi. Mana shu ishga taklifnomani Norvegiya elchixonasidagi
konsulga ko'rsatib ishchi vizangizni qo'lga kiritishingiz mumkin. Buni hammasi oddiy va oson. Xo'p, men sizga Norvegiya hukumatining migratsiya bo'yicha rasmiy sayt havolasini beraman. Mana shu sayt havolasi orqali ish beruvchilar bilan minglab ishlarda bemalol muloqot qilishingiz mumkin. Mana shu sayt havolasi xususiy bandlik agentliklari yoki konsaltinglar firmalar orqali sizga taklif etilmaydi. Chunki ularning o'zi o'sha saytdan yoki ish beruvchilarning o'zi bilan shartnoma qilib, o'sha vakansiyalarni olib, buni sizga $500 evaziga taqdim etishadi. Agarda qo'lingizdan kelsa, agarda ingliz tili, rus tilini bilsangiz, bemalol o'zingiz suhbatlashib ko'rishingiz mumkin. Aynan shu sayt havolasini sizga berishim uchun mana shu kommentariyada ismingizni, yoshingizni, qaysi davlatda ekanligingiz va nima ishda ishlayotganligingizni yozib qoldirsangiz, har bir kommentariya yozgan yurtdoshimiz bo'ladimi, qo'shni davlat fuqarolari bo'ladimi, har bittasiga o'sha sayt havolasini hamda Telegram manzilimizni yuborib qo'yaman. Agarda kimga sayt havolasini tashlay olmasam, Telegram guruhimizda bu sayt havolasini ko'rsatib o'taman. Bemalol kirib, ish beruvchilarga hech qanday to'lov qilmasdan taklifnomani olishingiz mumkin. Yana bir savol tug'iladi. Menga ish beruvchidan taklifnoma keldi. Bu taklifnoma soxtami yoki haqiqiymi bilish uchun qanday yo'l tutsam bo'ladi? Bizda xizmatlar bor, ya'ni siz ish beruvchidan kelgan taklifnomani bizga ko'rsatasiz, biz uni haqiqiymi yoki soxtami sizga buni bilib beramiz. Bizda mana shunday xizmatlar ham joriy etilgan. Xo'p, sizga hozir Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmog'imiz, ya'ni Telegram kanaliga qanday ulatishni video davomida ko'rsatib boraman. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysi tur davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Albatta, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bu siz uchun o'ylaymanki juda katta manfaatli. Xo'p, agarda sizda video ma'lumotni ko'rsatib o'tdik, Telegram kanaliga qanday obuna bo'lish haqida qo'shimcha savollar bo'lsa, mana shu video kommentariyasida yozib qoldirishingiz mumkin, sayt havolasini so'rashingiz mumkin va Telegram kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin. Sizlar bilan migratsiya, dunyo davlatlari migratsiya bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyinchalik qaysi mamlakat va qaysi ish turlari bo'yicha video ma'lumot berishimizni lozim topsangiz, o'sha davlatning nomini yozib qo'ysangiz, biz aynan keyingi videoda o'sha davlat migratsiyasi, ish o'rinlari haqida, ishchi vizalar haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.